Xudo xolasa bitganiga ham polni abzul qilamiz. Ustoz xormang. Tugatibsiz-ku? Tugatdik, Xudo xolasa. Ha. O'rtada ne qilanda? Endi suv quyish jarayoni bo'lyapti hozir bizda. Kotyolni ruh kontrolini kotyolni qo'ydik. Bunga bizga дополнительный ariston qo'ydik. Ariston qo'ygan sababi bizda cho'milib o'tgan paytda bu bir xilda isib ketadi yo bir xilda sovib ketishi mumkin-da. Shuning hisobiga bu termiz vazifasini bajaradi. Yana plus tomoni kotyolni o'chirib qo'ysanglar, masalan, yozgi kuni buni faqat tokda foydalansanglar ham bo'ladi. Bizda mana vodochavlatga eski sistemaga ketyapti, temir bo'ladi. Ko'pipol qilganmiz, ko'pipolga alohida sistema, sushilkaga shu alohida sistema ketyapti. Xo'p, nasosini qo'yib berganmiz. Agar yo u eski sistemadan tortmasa, yo bundan tortmasa, bu yerda ruchnoy balansировка qilinadi. Kranlarni sal yopib, ochib. demak, teplopol ham, uy xonadonni isitish ham уже bitta kotyolda bor, to'g'rimi? Hammasi. Bu yerda ham issiq suv beradi, ham eski sistema ishlayapti. Bu yerda 150 kvadratli uyimiz bor. Cho'pilpolimizda 40 kvadrat. Bitta sushilkamiz bor. Bo'ldi, xudo xolasa. Rahmat, ustoz. Salomat bo'ling, joningiz sog' bo'lsin.